Ya qattiqlik qilmaydi endi. Biznikilarga tezroq sotilib ketadi, siz ham baraka topib qoling. 100 milliy so'm bilan ba'zi ishlarni ketyapti. Assalomu alaykum yaqinlarim, birodarlarim, yaxshimisizlar? Ishdagilar charcham ishlayapsizlarmi? Damdagilar yaxshi dam olyapsizlarmi? Bugun men sizlar uchun Namangan avtomashina bozoridan Damaslar qatoriga kirib oldim. Hozir men sizlarga xudo xolasa yili yangisidan, o'rtachasidan va eskirog'idan olishga niyat qildim. Sizlar men videoni boshlashimdan oldin bittadan iltimos qilib so'rardim. Like bosib, kommentariyada podpishka qo'yinglar. Men xizmatingizlardan hech qachon to'xtamayman, xudo xolasa yaqinlarim. Faqatgina sizlarning kommentariyalaring, sizlarning berib turgan daldalaring meni ishlashdan to'xtatmaydi xolos. Bo'lmasa bozorga kelishdan naft bo'lmayapti. Ko'p gapirib o'tirmayman, videoni boshlaymiz. 2018-yilda ishlab chiqarilgan, aka. Kraskani nima deymiz? Kraskasi 15% qilib oling. Eshik tagida petnosi bor. Eshik tagida petnosi bor, 15% deb aytib o'tishmoqda. Yaqinlarim, bemalol siz olib kelib ko'rsatib olsangiz bo'laveradi. Bu akamizdan har bozor mashinalardan chiqaramiz, yaqinlarim. Hadovoy yaxshimi aka? Aka, hadovoy zadnimoz motor jim aka. Zadnimoz ham jim. Motor rasxod qilmaydi. Balon holatlari yangi holatda. Xo'p, probegini qancha deymiz? Xo'p, yaqinlarim 148 ming kilometr masofani bosib o'tgan. Salon holatlari yaxshi holatda, torpeda menga sepilganda tuyuldi, endi yaltirab tursin deb qarab qo'yishgan. Xo'p, yaqinlarim, mana patologlari ajnabiy materiallardan tortib qo'yilgan ekan. Chexollar taqib qo'yilgan ekan. Xo'p, mana pol holatlari. Yoqilg'i benzin gaz yuradimi aka? To'g'ri aka. Benzin gaz yuradi deyapti, havoga aka. Gap qo'shmaymiz. Havoga aka kelajakda ham yurmaydi. Xo'p. Pollari shuncha bo'lgan ekan, yaqinlarim. Xo'p, ko'rib baho beraverasizlar. Siz kimda? Bunimi? Bo'ldi gap yo'q. Meni ham deb eshitibman aka. Bo'ldi gap yo'q. Dostoniga qayerga ketib qoldingiz? Pulini qulay qilaylik aka, tortishavermay ha deb siz bilan. Biznikilarga beraman aka. Ya, haliga 100 so'm 200 so'm ham qilmang, taqalganini aytavering. Telefon qilishaveradi aka. Kreditdan shu beraman. Kredit bozor qancha qildi? Bozor aka bittasi 4200 turibdi. 4200 qildi, bermayapsiz. 18 ha. 18. Ko'rdim, mashina yaxshi ekan. Xo'p. Aka, kreditdan demi? 45 dan tushib bering, maydalashmayman. Bo'ldi gap. Ustiga 42 ni ustiga yuradi, berasiz, xudo xolasa. Bo'ldi gap yo'q. Maydalashib o'tirmadim, mashina holatini ko'rib. Xo'p, kengiz qani edi? Keyingisi o'tiribdi, 20 kun. Keling mana o'tiribdi. Hozir avvali. Xo'p. Umr boshqa. Ha, bunikimi? Bunga aytib yuboring. 94li. 94li 673 0057. 0057. Doston akamizga aloqa chiqaramiz. Gen qilib beramiz. Hozir qaytaman aka. Tepani olaylik. 20 ashida 3-chi oling. 082. 2020. Yaqinlarim, mashinani hali qimmat so'rading deb o'tirmang. Yaqinlarim, mashinaning holatini ko'rdim. Balki 42 ni o'ziga berib yuborar. Tortishib o'tirmadim. Har safar tortishaman-da bilan. Bu safar tortishmadim. Balki 42 ga berib yuborishar. 082 deyishdimi? Ha, mana ekan. Xo'p, yaqinlarim. 5 ga berishmadimi? Yo'q-a? Probega qancha ekan? Mana 76 ming yurgan ekan. Hop, yaqinlarim. Qani egasi buni? 76 ming yurgan ekan. Yaqinlarim. Bu nomeri boshqa, mana ko'raverasizlar. Ma'lumotini hozir olib o'tamiz o'zlaridan. Xo'p. Yaqinlar. Pollarni ko'rsatib qo'yamiz. Yechintirib qo'yishibdi. Xo'p, mana haqiqatda 76 ming yurgan. Xo'p. Mayli. Qisqaroq ko'rsatib yaqinlarim so'rashyapti. Imkon qadar qisqa qilishga harakat qilaman. Xo'p, qayerga ketib qoldi? Doston aka bozor qilishyapti turdi yaqinlar. Xo'p. Mayli, oldinlarga boraveramiz. O'zi shundoqqa xalq manfaati uchun qo'ya turdik. Qayerga ketib qoldi? Doston aka qancha deymiz uni? 5 ga bermayapsizmi? 82. Qanchaga berma? Qanchaga 5 ga bermaysizmi rostdan? Yo'q, uni 5, ha, endi kilometr ham kamdi, toza mashina. Kelishamiz. Bunga so'rab o'tirmadim aka. Ha. Mana umidi? Bunga so'rab o'tirman. Qaysi edi? Qaysin olding? Mana uni oldingmi? Bunga so'rab o'tirmadim. Unga o'tib beraylik. O'tib beramiz. Qancha deyapsiz, xo'p? 5 ga bermayapsiz. 5,5 dan shu beraman. 5,5 dan 20. bermagansiz demayman mayli. 100 so'm bilan bitiraylik 501 ga. Kelishamiz aka. 501 ga bitadi, xudo xolasa. Varianti bormi buni? Varianti bor. Bir oy ham bosh birat Liboy Damazga ham. Liboy Damazga barter bor. Bo'ldi. 2000 dan tepasi bo'lsa bo'ldi. 2000 dan tepasi bo'lsa bo'ldi. Generalni qilib beramiz. Bo'ladi. Nomeringizni ayting unga. 94li 94li 673 673 0057. 0057. Bozoringiz bersin aka. Rahmat aka. Ha, shumida aka?
2019-yilda ishlab chiqarilgan. Kraska nima deymiz? Tozami? Top-toza deyishyapti. Siz olib kelib bemalol ko'rsatsangiz bo'laveradi. Motor ходовой, задний мост, korobkalarda. Jimmi hamma yo'g'i? Jim deb aytib o'tishyapti yaqinda. Mana balon holatlari. Salon holatini ko'rsatadigan bo'lsam, xo'p, yaqinlarim. 62 ming kilometr masofani bosib o'tgan ekan. Salonlari yaxshi, chexollar taqilmagan, zavodskoy sidiniyada turibdi. O'rta holatlari mana yaqinlarim. Benzin gaz yuryaptimi aka? Benzin gaz yuradi deb aytib o'tishyapti yaqinlarim. Mana pol holatlari. Aka, qanisiz? Bozorga aytgan narxni aytmaymiz. Sotadigan qilib aytaylik narxni. Minarmonga foyda bo'lib qolsin aka. Foydalanuvchi ko'rmaydi. Minarmon uchun bo'lyapti aka bu video. Bozor qancha qildi? 51 52 qilyapti aka. 52 qildi. 51 qildi. 51 qildi. Endi tepasi bo'lmaganmiz aka. 51 qildi deyapsiz. Xo'p. 5,5dan tushib beraman aka. Tepasida bo'lmaganmiz. Naqdiga bo'ladigan bo'lsa, bermaganimizga beraveraylik. Avvalo bozoringiz bersin. Telefon qilish bo'lsa. Beramiz, xudo xolasa. Variantini gaplashamizmi? Yo'q, variant yo'q. Varianti yo'qmi? Naqdmi faqat? Naqd ekan qilaman. Nomeringizni aytib qo'ying. 95lik. 95lik 165 165 16 66. 1666. Ismingiz kim edi aka? Mansurjon. Mansurjon akamizga aloqa chiqarasizlar. Generalni beramizmi? Yo'q, faqat oformlaydi. Ha, bo'ldi. Bozoringiz bersin aka. Yaqinlarim, endi hamma shu aytib turgan manuncha qildi deyishyapti ko'pchilik. Hamma shu aytib turganlarni endi va tepasi bo'lmaganmiz, gumon iymonda ayriladi. Yomon-gumon bo'lmaymiz, lekin mabodo bir gapimizni aytib o'tishimiz kerak. Bozor qilmay turib, qilgan narxda aytishgan bo'lsa, endi vijdonlariga insof bersin. To'g'rimi yaqinlarim? Kommentariyada shu narsalarni ham bir ikki kishi yozib o'tdi, ko'proq odam yozib o'tsa, ana shu bizga reklama beryapti turganlar, xudo xolasa keyingi safar aytib turganda gapini o'ylab gapiradi. Necha yili? 2007 2007 yaqinlarim, ajoyib. Xo'p, kraska nima deymiz? Orqa tomonda, qolgan joyi toza. Kriloda strashli kaltagi yo'qmi? Xo'p, oldi orqa pechat xudo xolasa. Ходовой motor korobkalar nima deymiz? Ходовойлari, korobkalari yaxshi, motorda ozgina rasxati bor. Rasxoti bormi? Yo'qdan yoqqacha qancha rasxot bor? 1 litr bo'lsa kerak. 1 litr. Yo'qdan yoqqacha yaqinlarim 1 litr rasxot qilyapti ekan. Xo'p, yoqilg'isi? Yoqilg'isi metan. Metan, benzin yuradi xudo xolasa. Balon holatlari yaxshi. Zadni mosti nima deymiz? Oz-moz bor da o'sha. Ozmoz bor. Yaqinlarim, zadni mosti ozmoz bor ekan. 585 ming o'zinikimi xudo xolasa aka? Toza. Xo'p, mana qangi apelsin svet chexollarni taqib qo'yishibdi. Yaqinlarim. Mana ko'rib baho beraverasizlar. Xo'p, yoqilg'isi, benzin gaz yuryapti deyishyapti. Qol holatlarini ham ko'rsatib o'tamiz. Xo'p, sizlar uchun joninglar sog' bo'lsin. Ishdagilar charchamanglar, kuch-quvvat bersin. Damdagilar mazza qilib damda olinglar, kuninglar yaxshi o'tsin. Aka, pulini qulay aytaylik-a. Birinchi marta olyapmiz. 3400 deb aytdik. Telefon qilishdan kelishamiz. Qancha qildi bozor? Realni qilgan ayting faqat. 2900 so'rab turishdi. 2900 so'rashdi. Bugungi bozor, xudo xolasa. So'rab turishdi. Hozir so'rashdi, bermadingiz. Bermadim. Avvalo bozordan chiqmaguncha sotilib ketsin aka. Mabodoga-da barakasini bersin o'sha 100 so'm 50 so'm bilan-da. Minarmon ko'radi. Bizgilar uchun, biz oilaga bermaganimizga naqdiga berib yuboraylik aka. Xudo xolsa telefon qilishaversin-chi. Gaplashamiz. Ya berib yuboraylik. Sotilib ketmasa, Beramiz xudo xolasa. Sotilmasa berishar ekan. Mana mushicha gap bo'ldi yaqinlarim. Nomeringizni aytib qo'ying aka. 94lik. 94lik 149 149 33 30. 33 30. Ismingiz kim edi aka? Rahmatulloh. Variant bilan gaplashamizmi? Yo'q, naqdga. Ha, bo'ldi. Dehqonlardan akalarimiz aloqaga chiqarasizlar yaqinlarim. Biror rajdan kutib tura olmaymizmi? Yarim yotisini kutib tursa. Yarim yotisini kutib turaveramiz yaqinlar. Bozoringiz bersin aka, davom etamiz. Hop. Xo'p, qulay deyapsiz, nomeringizni qo'yamiz. Qulay bo'lmasa qo'ymaymiz uni. Yili nechi? 2009-yilda ishlab chiqarilgan maloshli qaymoq rangligisini ko'rsatadigan bo'lsam, yaqinlarim sizlar uchun. Xo'p, motor yaxshimi? Mostida ovozi bor ekan, zadni mostda. Xo'p, to'rtta balon yangi kraska. Necha foiz deymiz? 20%, 30% kraskasi bor ekan. 794 ming yurib qo'ygan ekan-a.
Xo'p, 794 ming. Xo'p, korobkada ishi yo'q. Benzin, gaz yuryapti. Gaz, benzin yuryapti ekan yaqinlarim. Xo'p. Orqadan ko'rinishlarini ko'rsatib o'tadigan bo'lsak, tak, shumka bo'lmagan pollari yaqinlarim. Tak. Pulini qulay qilayotaylik bo'lsa biznikilarga. Shu 300 tutdi, siznikilarga undan bozordan ham arzon qilib beramiz. Bozordan arzon qilib ber. Bozor qancha qildi o'zi? Bozor so'rab turishdi. Bozor so'rab turibdi. Qancha qildi? Realni so'raganini ayting. So'rashdi, telefon qilishadi. Yo, kesmaymiz, endi so'raganini bari aytish kerak-ku. 2600 qilishdi. 2600 qilishdi. Bermadingiz. Bermadi. Yaxshi narx bo'lgan ekan, lekin. Qarang, ismingiz kim edi? Biznikilarga, foydalanuvchiga emas, minarmonga baraka topish uchun, siz ham baraka topishingiz uchun, yaxshi kunlarga xizmat qilsin. Bermaganimizga berib yuboraylik, naqdiga faqat. Yo'q. O'shada tepiroqman dalol. Naqdiga berib yuboraylik. O'ylasa ayting deganingizni so'raganman. Avvalo bozoringiz bersin. Lekin yomon narx so'rashmabdi. Bozorda ham ko'ryapsiz, bag'iga endi meni fikrim u, pasayishi ehtimoli bor. Berib yuboraylik. Shu 300 dan oldini o'tib beramiz. So'rashadi, yo'llarni beramiz. 3300 emas, 3 dan pastiga bitiraylik. 2600 bo'pti. Ustiga 150 so'm yurishsin bo'lmasa, hop, o'ziga bo'lmasa ham. Ya qattiqlik qilmang endi. Biznikilarga tezroq sotilib ketadi, siz ham baraka topib qoling. 150 so'm bilan ba'zi ishlanib ketyapti 1-2 kunda shu 150 so'm. beramiz. Yaxshiroq qo'shsa, Telefon qilishadi, kelishamiz. xo'p, yaqinlarim. Yana o'zingiz mabodo qiziqqanlar bo'lsa aloqaga chiqib ko'rasizlar. Variant bilan gaplashamizmi? Variant gaplashamiz. 1,5 ming 2 ming puli bor ekan. 1,5 ming 2 ming. Necha oygacha? 2 oygacha gaplashamiz. 2 oygacha gaplashaveramiz. Generalni qilib beramiz, ho? Hamma dokon bo'ladi. Bo'ldi, nomeringizni aytib qo'ying. 91 91lik 341 341 94. Ismingiz kim edi? Islomjon. Islomjon akamizga aloqaga chiqib ko'rasizlar. Bozoringiz bersin. Davom etamiz.